Assalomu alaykum. Meni Ustrader kanali a'zolari. Mana bu kanalni anchadan beri to'xtatib qo'ydim va yana qayta ishlashni boshladim. Hozirda kanalga har qanaqangi videolarni qo'yib boryapman. Undan oldin esa faqat kripto va birjalarga aloqador bo'lgan videolar bo'lardi. Unga bo'lgan taqiqdan keyin buni oldingi videoda ham aytdim. Bu haqida videolar chiqarmay qo'ydim. Hozir o'zimning yo'nalishimni to'g'risi topolmayman. Yana qaysi yo'nalishda ishlashni to'g'risi hozir unchalik bilmay turibman. Shuning uchun hozir asosan O'zbekistonga aloqador qandaydir videolar tashlab turibman. Xudo xolasa o'zimni yo'nalishimni topib olganimdan keyin o'sha yo'nalish bilan yana ishlaymiz. Bilmadim, balki yana bu kripto haqida ham yoki birjalar haqida ham videolar tayyorlab olib borib turarman. Demak, ketdik. Bugungi sizlarga chiqarmoqchi bo'lgan videom mana bu Pixverse degan ilova. Buni bemalol YouTube'dan skachat qilib, YouTube'da Play Marketdan skachat qilib, bemalol bu bilan ishlashingiz mumkin. Buni nimaga sizlarga ko'rsatyapman? Hozirgi kunda juda ham ko'p sun'iy intellektdan videolar yasash ko'payib ketgan, shuning uchun bemalol hech qanaqangi pul sarflamasdan sun'iy intellekt yordamida chiroyli videolar yasashimiz mumkin bu orqali. Men o'zim ham hozir shundan ko'p foydalanyapman. Hozir mana sizlarga kirib ko'rsataman. Play Marketga kiramiz va bu yerdan Pixverse AI deb yozamiz yoki Pixverse yozsak o'zi chiqadi. Mana открыть kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerda mana bu bo'limlari bor. Создать. Bu yerga kirib создать qilish mumkin. Ya'ni rasm yoki video. Farqi yo'q. Mana bu yerda esa siz yasagan sizni akkauntingiz turadi. Mana bu plyusga bossak biz yangi video создать, ya'ni chiqarishimiz mumkin. Mana bular esa shablonlar, hozirgi kundagi trendda bo'lib kelayotgan videolar. Bular juda ham ko'p. Yonga o'tkazib, mana ko'rib har qanaqangi videoni o'zingizga yoqqanini yasashingiz mumkin. Mana bu shablonni olib bemalol shunaqa mana shu любой bitta shablonni olib o'zingiz bu haqida ham mana shu shablonni o'rniga biron bir rasmni qo'ysangiz xuddi shunaqa qilib yasab beradi. Men o'zim sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Endi ozgina bundan tashqari ham kanallarim bor. O'sha kanallar uchun ishlatdim. Hozirgi kunda bunda menda 4 ta akkaunt bor. 3 ta yoki 4 ta. Bu yerda qanday qilib ishlaymiz deydiganlarga mana bu sovg'a. Korobka xullas. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin har kuni o'zimiz bitta yasagan bitta videoni opublikovать qilsak, u oson. Bitta opublikovatga bosamiz va yasagan videomizga qandaydir nom beramiz. Bo'ldi. Shu bilan video opublikovать, ya'ni chiqarilgan bo'ladi xullas. Odamlarga ko'rishga chiqarilgan bo'ladi xullas. Поделиться qilish mumkin. Telegram, Instagram, TikTokka o'sha o'zingiz bitta chiqargan videoni jo'natishingiz mumkin va unga ham sizga 10 ta kredit beradi. Va kunlik 4 marta reklama ko'rishimiz kerak. Tekin reklamadan 5-10 sekundlik. Uni har bir reklamaga 30 ta kredit beriladi. Shunda 4 tasiga 120 kredit olamiz. Mana bu bilan 120 bo'lsa 130, mana bu bilan 140,
yana kunlik 30 ta kredit beriladi. U bilan 170 ta kredit bo'ladi sizda. Bu kreditlarimiz mana menda hozir 2 dona qoldi. Men уже yasab bo'ldim. Va yana bir marta kirilganimizga beriladi. Birinchi safarga bu mana skachat qilganimiz uchun 30 и profilni настроить, ya'ni sozlaganimiz uchun yana 10 ta beriladi. U birinchi safarda beriladi. Qolgan safar 160-170 ta kredit ballarni ishlab topishimiz mumkin kuniga. Endi deylik, sozdayt bo'limiga kelamiz. Mana bu sozdayt, plyusga bosamiz. Plyusga bosgandan keyin deylik siz video yasamoqchisiz. Изображение в video bosamiz. Deylik, mana bu yerga xohlagan biron bir rasmni o'zingiz joylaysiz. Xohlagan, farqi yo'q. Deylik, futbolga aloqador mana Lautaro Martinez rasmi. Va bu yerga ChatGPT ga yozsanglar, biron bir yasamoqchi bo'lgan videolaring haqida ma'lumot bersanglar, ular sizlarga zo'r qilib prompt yasab beradi. Promptni olib kelib shu yerga вставить qilamiz. Mana shu yerga promptni yozasizlar и сразу mana bu sozdaytni bosib olmanglar hech qachon. Sababi mana bu yerda ko'rsanglar 4 sekund ko'rsatib turibdi. 4 sekundlik video yasab beradi agar. 4 sekundlik bizga kerak emas. Shu 4 sekundning ustiga bosamiz. Bu yerdan to'g'rilab sozlash mumkin. Kachesini 540 ga qo'ysak arzonroq bo'ladi. 360 ga qo'ysak undan ham arzon bo'ladi. Mana 20 kredit balga to'g'ri kelyapti 4 sekund. Shuni 15 sekundga o'tkazsak uzunroq video yasaladi. Bu yerda maksimalni 15 sekundlik video yasash mumkin. Va 15 sekundimiz bizga tushadi 75 balga tushadi. Agarda 540 ga o'tkazsak 113 balga tushadi. 15 sekundlik. Sut shunaqa xullas. Kuniga bu yerda 4 ta 5 ta bemalol video chiqarib yasash mumkin. To'g'ri, kam nima deydi? Sekunda 10 sekund, 15 sekundlik, lekin agar bitta temada bir 10 sekunddan bir 4 ta 5 ta video yasab, bularni keyin bittaga jamlab video qilib chiqarsa ham bo'ladi. Men bir xillarda shunaqa qilib foydalanaman. Lekin bu yerda shablonlar juda ham ko'p. Sizlarga bir ikkita mayli uzun videolarimni ko'rsataman. Mana bittasi. Al-Monitor reports that recent threats by U.S. President Trump to strike Oman have caused confusion and surprise among the leadership of the Sultanate. Al-Monitor Mana biron bir rasm topamiz. Bu yerda Trump va Umon o'rtasidagi bo'layotgan ziddiyat haqida. Shu chiqarmoqchi bo'lgan videolarga mos bitta rasm va ChatGPT dan bitta prompt olamiz va bo'ldi. Sozdayt bo'limiga o'tib bemalol video yasash mumkin. Shu bilan videomiz tugadi.